80 yil umr ko'rishi siri nimada ekan? Ishchilar dam olmaganini hisobidan boshliqlar kelib turib ishchilarni majburiy damga chiqarishadi. Kompaniyani foydasi uchun harakat qilyapsan, lekin nariga qarshi tomonni ham o'ylagin. 50-yilda chiqqan mashinadami 70 yil 80 yilga qarab ketyapti-da. Yaponiya kompaniyalarida ishchini majbur damga chiqaradi. Yaponiyaning o'zida 100 yildan ortiq tarixga ega 40 mingdan ko'p kompaniya bor ekan. Har qanday biznes jamiyatga foyda keltirmaydigan bo'lsa, uzoq yashamaydi. Baribir dam olishingiz kerak-ku. Va ablahlar dam olmaydi-da. Chunki o'sha hayotini mazmuniga aylanib qolganda kompaniya. 22 yoshda kelganda kompaniyaga. U butun hayotini tikib yuborganda. Ya'ni tizim bor. Uzoq yashash uchun birinchi bo'lib tizim qilganmanda, masalan. Hamma narsa mayda detaligacha-da. Mana bu ishchi bitta ishni to'liq biladi-da, u ishchi ketib qolgandan keyin shu ishni biladigan ishchi yo'q. Turba bukishda bitta odam 35 yildan beri ishlaydi. Turba bukilishdan oldin qana chiqishini biladimi deyman-da shu odam. Xitoy mashinalarini olib keladigan xitoyliklar Toyota Land Cruiser'da keladi. Yaponiya desa hamma sifatli deydi. Ideologiyada bu. Oddiy bitta 120 talik kompaniyani boshlig'i shu narsani singdirib tashlaganda hammamizga. Biz ishlab chiqaradigan mashina masalan 10 mingdan 100 mingdan bitta bo'lishi mumkin, lekin klient olganda klient yo'q bittadan bitta degan. Mutaxassis yo'q deb turishni o'zi bitta eng katta xatoda. Sizga hech qachon tayyor mutaxassis kelmaydi. Juda ko'pidan eshitdimda, buni o'qitsan, shuncha pul sarflasan, 3 yildan keyin ketib qolsa nima qilaman? Keyingisini olasan, keyingisini o'qitasan deb. Tor o'zini kompaniyasini o'ylayapti xolos-da. Haligi odamni o'qitsam, bu odam chiqib turib jamiyatda keyingi kompaniyada o'sha menda o'rgangan narsasini ishlatadi-ku. Tarixiy kompaniyalarga aylanmayaptimi? Hamma bir martalik ustunga o'tib qolgan. Yaponiya sadosi. Barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Bugun biz Yaponiya sadosi YouTube kanali orqali sizlarga aynan yapon kompaniyalarini qanday uzoq umr ko'rish haqida ma'lumot beramiz. Bugungi mehmonimiz Bomurod aka. Xush kelibsiz podkastimizga. Yaqinda bir ajoyib narsaga duch kelib qoldim. Bilsanglar, men sariq kerin degan choy bor-ku. O'shani juda yaxshi ko'raman. Kerindimi? Kerin juda yaxshi ko'raman. O'shani shunday keldim, O'zbekistondan keldim. Shuni olib qarasam 40 yilligi degan yozuv ko'rib qoldim-da. Men hayron qoldim. Ya'ni shu choy chiqqan, ya'ni shu choyni ishlab chiqargan kompaniyaga nahotki 40 yil bo'lgan. Masalan, men eslayman, yoshligimizda, O'zbekistonda yoshligimizda bilgan kompaniyalarimiz hozir 90% yo'qda. Yangi kompaniyalar chiqib keldi-da. Men o'yladimki, keyin qaradim, haqiqatan bunday narsa Yaponiyada ko'p ekan. Ya'ni uzoq 40 yillik bu oddiy kompaniyalarda umri ekanda. Keyin o'sha bir siz aytdingizmi? 300-400 yillik kompaniyalar bordir. Bugun mana shu mavzuda bir gaplashdik. Ya'ni nima uchun yapon kompaniyalari uzoq umr ko'radi? Bu negizida nima yotibdi? Ya'ni nima desak, ya'ni bizning kompaniyalar 40-50 yilliklarni nishonlay oladi. Mirjalol aka, Birinchi Bomurdagi siz o'zingiz tanishtirganingiz yaxshi. o'zi Bomurod aka, siz o'zingizni tanishtiring. Ismim Bomurod, familiyam Turgunov. Noritsuishi kompaniyasida sifat nazorati bo'limida injener sifatida faoliyat yuritaman. Shu Yaponiya bilan O'zbekiston o'rtasida Yaponiyadan O'zbekistonga investitsiya kiritgan kompaniyamiz. 100%lik Yaponiya investitsiyasi qilgan kompaniya bu kompaniyalarda ishda eng birinchilardan birimiz. Adashmasam O'zbekistonda Ishlab chiqarish bo'yicha. ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan kompaniya sifatida ham O'zbekistonda hozir faoliyat ko'rsatyapmiz. Ishlab chiqarishimiz bor O'zbekistonda, savdoni yo'lga qo'yganmiz. Bu yoqdan O'zbekistonga ofis stullarini sotuv va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kompaniya. Siz kompaniyangiz ham adashmasam bu aytganda 40 yil dedi, o'shani yuqori tarixi yana Bu kompaniyasi ochilganiga necha yil bo'lgan aka? Bizning kompaniya ochilganiga keyingi yil 80 yil to'ladi. 80 yil. 80 yil uzoqqa borishadi. 79-yil ketyapti. Bir xudo xolasa keyingi yil 80 yil to'ladi. Bu Yaponiyada menimcha bu 80 yil o'sha o'zingiz aytganingizdek oddiy bitta kompaniyani yoshi. Buni Yaponiyada yashayotganlar ham juda yaxshi bilishadi. Yaponiyada uzoq yil faoliyat ko'rsatayotganlar, o'sha Mirjalol aytgandek 400 yil, masalan 300 yildan beri ishlab faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalar juda ham ko'p. O'shalarni nima deydi, qatorida desam jinday adashgan bo'laman, lekin shular qatoriga kirishga harakat qilgan kompaniyamiz. O'zi kirib olsa ekan 80 yilga ko'rsatgan. Harakat qilyapmiz endi. Qanchalik o'xshayapti buyog'i. Allohdan deydi. Bomurdagi mana shu kompaniyada ishlayapsiz, 80 yil to'ladi deyapsiz. Ishlab ko'rib o'zingiz mana
o'rgangan, his qilgan bo'lsangiz kerak, ko'rgan bo'lsangiz kerak. 80 yil umr ko'rishi bitta kompaniyani siri nimada ekan? Nimalarda ko'rdingiz shuni? Endi bunga har tomonda yondashsa bo'ladi, qarashsa bo'ladi. Men masalan oddiy bir chekkadan qaragan bir inson sifatida aytadigan bo'lsam, qadriyat. Ishchilarni qadriyati juda muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Qadriyati ishchilarda qadriyati bor kompaniya shu kompaniyani qadrlaydigan yoki bo'lmasam o'sha baribir kompaniyani kompaniya qiladigan ishchilar. Ming siz zo'r menejer bo'ling yoki bo'lmasam zo'r boshqaruvda dunyoni top 10 taligiga kiring, lekin odamni ishlatolmasangiz hech qanaqa foydasi yo'q u narsani. Qadriyatni muhimligi deb o'ylayman. Yana bitta sababi xohlaymizmi yo'qmi urushdan keyingi harakatlar, Yaponiyani yaxshi tomondan ko'rsatamiz deb turib harakat qilishlar shu kompaniyalarni qaysidir ma'noda rivojlantirganda o'sha rivojlangan inersiyasini hisobiga ham deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. Mutaxassis sifatida yondashadigan bo'lsam, mutaxassis sifatida endi xohlaymanmi yo'qmi sifat menejmenti bo'lganligi uchun ishlab chiqarishda tashkil qilish uchun 4 ta omil ko'rsatilgan. Kaori Ishikawa degan professor bor. O'sha Kaori Ishikawa ishlab chiqarishda 4 ta omilni belgilab bergan. Fanga kirgizgan odam 4M deyiladi. Sizlar ham eshitgan bo'lsanglar kerak. Yaponiyada menejmentni bilgan, o'qigan odam bo'lsa, buni 100% bundan o'tgan bo'ladi. Ya'ni shu 4 ta M harf bilan boshlaydigan so'zlar bor. Men inson, mashin qurilma, material, xomashyo va metod, uslub. Shu 4 ta narsani mushtarak olib borilishiga sabab shu kompaniyalarda uzoq yil faoliyat ko'rsatishiga sabab bo'ladi deb aytish mumkin. U mutaxassis sifatida yondashgan fikri. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizlar ham ishlagansizlar-ku. Boshqaruv sohasida ayniqsa. Endi Shotamir Yapon kompaniyasiga bir muddat ishladi. Ular keyin Shotamir eshityapti. Biz ham kelishiga ko'z aytamiz. O'sha nimada kompaniyada aytganingizdek, o'sha Yapon kompaniyasida ham keyin boshqa chet el kompaniyalari ham aytishadi. 3 ta narsani kompaniya bo'lish uchun muhim narsa. Mission, vision, value deydi. Ya'ni missiya, keyin siz o'zingizni value, ya'ni qiymatingiz va kelajakka bo'lgan o'sha rejalaringiz nima degan narsa. Mana shu 3 tasi bir nuqtada rivojlangan joyda kompaniya tashkil topadi va o'sha narsani davom ettirish kerak. Bu o'zi umumiy nima aytadigan bo'lsa, umumiy o'sha qoida sifatida nima qilgan, buni boshqa o'zbeklarda ham eshitganman. Keyin bundan tashqari yaponlarning kompaniyasi aytadigan bo'lsa, bular kompaniyani o'zi maqsadi nima deydigan bo'lsa, foyda olib kelishdi. Ya'ni kompaniyani ishlashdan maqsad foyda. Ya'ni reiki umidasi deydi yakun tilda. Keyin saydayno reiki degan narsa bu. Bu umumiy nima, lekin kompaniya uzoq muddatligi uchun yaponlarda uzoq muddat yashash degan narsa birinchi nimaga chiqadi. Oldinga chiqadi. Masalan, qisqa muddatda foyda olib turib, ishni tugatish degan narsa emas, uzoq muddatli ketish degan narsadir. Bu asosiy nimalardan Yaponiyani o'sha kompaniyalarning yashab qolishidan sabab shu. Maqsadini oldindan qilib oladi-da, o'sha uzoq muddatli ketaylik, ya'ni biz nima qilmoqchimiz degan narsani oldindan belgilab, shunga qarab harakat qilib ketishadi. Bu kompaniya tarafdan qaraganda. Ikkinchi tarafdan, boshqa tarafdan qarash bor. Bu kompaniya ichidan qaraganimizda boyagi narsa. Lekin tashqaridan qaraydigan bo'lsak, kompaniya yashab qolish uchun unga pul kirish kerak. Pul kirishi degani klientda, klient bor, ya'ni mijozi va bu mahsulot sotish kerak. Sotgan mahsulotini nima qilish? Oladigan odam bo'lish kerak. Boya 40 yil deganingiz, 40 yil demak o'sha chiqargan mahsulot sotilyapti, o'sha tirik qolishiga sabab bo'lyapti. Bu tarafi bor-da. Demak, o'sha 40 yildan beri mahsulotini sotib olyapti, klienti bor degan narsa. Toyotada masalanda, mana shu 20-30-yillarda chiqqan bo'lsa, masalan, Crown Land Cruiser'lar 50-yilda chiqqan mashinada, mana 70 yil, 80 yilga qarab ketyapti-da. O'shandan biri klientda nimalar bor? Mijozi bor haligacha. Bu tashqaridan qaraganda-da, masalan, Crown 55-yildan beri chiqadi-da, ammo 55 bo'ladigan bo'lsa, уже 60 yildan oshib ketgan. Hozirgacha xaridor. Haligacha xaridori bor. Bu tashqaridan qaragandagi bitta tarafi bo'ladigan bo'lsa, Yaponiyada nimaga aynan ichida bo'ladigan bo'lsa, baby boomerlar degan bitta sababi bor. Ya'ni ikkinchi jahon urushi 47-49-yillarda ko'p odam tug'ilgan va ikkinchi baby boomer 70-yillarga to'g'ri keladi-da. Boyagi 40 yil ham o'shanga borib taqaladi. Olib boradigan bo'lsak, 40 yil olib tashlaydi desa, 70-80-yillarga to'g'ri keladi. O'sha paytdagi yosh odamlar shu choyni yaxshi ko'rib ichgan. 50 yil, masalan, biz ham hozir yoshligimizda shiribonni kim olgisi kelmaydi, misol uchun. Shiribon bo'lsa, haligacha olgisi keladi, o'shanaqa narsasi bor. Yapon kompaniyalarida shunaqa. Keyin Aholi bilan bog'liq joyi ham. Aholi bilan tashqaridan qaraganda klient bilan mahsulotga bog'liq. Bu jihati bor. O'sha taraflari bor-da, nimada? Ya'ni umumiy nimada. Keyin
bitta ko'rib qoldim. Yaponiyani o'sha uzoq yashab qolish kompaniyalari dunyoda nima ekan? Hamma davlatda ham bunaqa emas ekan. Yaponiyaning o'zida 100 yildan ortiq tarixga ega 40 mingdan ko'p kompaniya bor ekan. Yaponiyaning o'zida 100 yildan ortiq tarixga ega kompaniyalar 40 mingdan ortiq ekan. 40 mingdan. 40 mingdan ortiq. Bularni ichida katta kompaniyalar ham bor. Bor, aralash. U narsani foizda ko'rsatishmagan adashmasa. Foizga ko'rsatmagan, lekin bizning o'zimizni klientimiz esa bu yil adashmasam 100-yil bo'ldi. Afsuski o'sha qanaqa xaridor klientlarni ham sodiqligi ham shu ahamiyatga ketadi. Men bilib qolaman, yaponlar bor 20 yildan beri mana shu narsani aytaman, mana shu narsani yeyman. 20 yildan beri nahotki boshqa narsaga almashtira olmangiz? Yo'q deydi. Haqiqatan yoqdan sifat zo'r kelgan, shuni bunga yoqqan, klient ham okey, menga ko'nglimdagi narsani berding, men senga xiyonat qilmayman degan shunaqa o'zini bir e'tiqodi borda. Buni ham ta'siri borda kompaniyalar. Xaridor qabiliyati desang. Yana bitta narsa borda, yapon kompaniyalarida hozir bir kitob o'qiganim deb tarjima qildim dedim sizga kitobni. Yo'qda ham yozilgan. Biz menejmentda ham shu universitetda ham dars o'tardi. Men juda yaxshi ko'raman shu falsafani, Sampoyoshi falsafasi. Ya'ni bu o'zing uchun yaxshi, qarshi tomon uchun yaxshi, jamiyat uchun yaxshi deydi. Mana shu 3 ta narsani falsafasi bor-da. Mana shu Ishikawa tomonda adashmasam, Shiga tomonda kelib chiqishi bu falsafani Shiga tomonda tadbirkorlik tomonidan shu bu narsa ishlab chiqilgan deymizmi? Mana shu falsafa shu tomonda tug'ilgan ekan. Menejment 3 ta ustuni. Bu nima deydigan bo'lsa, faqat o'zini o'ylagan, faqat bir tomon, ya'ni biz foyda olishimiz kerak deb kompaniya harakat qilmas ekanda, mana narigi tomonga ham foyda qoldirish kerak. Va u mana shu bularning biznesida 3-tomon. Ya'ni jamiyatdan foyda olish kerak. Masalan, oladigan bo'lsak, oddiy nima deydi, guruch yetishtiradigan dehqondan tortib to oxirgi iste'molchigacha bo'lgan jarayonda hamma uchun foydali-da bu. Hamma uchun foydali. Shuning uchun mana shu falsafani doim kompaniya, ko'pchilik kompaniya ustun qo'yib o'ziga mezon qilib oladi ekan. Yo'qganda yana bitta narsa qildiki, har qanday biznes jamiyatga foyda keltirmaydigan bo'lsa uzoq yashamaydi degan qarash bor ekan. Yaponiyada. Har qanday biznes oxir bar jamiyatga xizmat qilish kerak degan tushuncha bor ekan. O'sha daromad va insoniylik kitobini tarjima qilganimda ana shu yerda juda ko'p narsa yozilgandi-da. Shular ichida biznesni faqat shu jamiyatga xizmat qilish kerak. Ya'ni insonlarga kerakli narsani berishlik kerak. Insonlarga foyda keltirish kerak. Biznes faqat sen uchun emas. Umumiy bu, jamiyatniki deb qarab o'sha uzoq yillik reja bilan harakat qilar ekan. Mana shu ideologiyaga bitta case borda. Bizda masalan o'zimiz kompaniyamiz ham har xil ishlar qilib ko'radi-da endi. Ustuv ishlab chiqarishdan boshqa yangi proyektlarni qilamiz. O'sha proyektlar boshlayotganimizda prezidentimiz ham juda ko'p aytadi-da, bu narsani win-win bo'lsin deydi. Aytmoqchi. Ikkala tomon ham win-win bo'lsin deydi. Birinchi boshda tushunmadim, bu narsani xohlaymizmi yo'qmi pul ishlash dedik-ku. Bir narsani qilishdan asosiy maqsad pul ishlash. Ya'ni kompaniyaga qaysidir ma'noda foyda olib kelish degan narsani birinchi o'ringa qo'yadigan. Endi aytaylik, bizni ideologiyamiz shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak, kompaniyani foyda olib keltirish uchun qanaqadir ish qilishimiz kerak-ku. Ko'p holatlarda masalan aytib turib manaqa bo'lar ekanda, shunda biz buncha foyda olar ekanmiz, ularda bunaqa xarajat bo'lar ekan desam, yo'q, to'xta deydi-da. Bobo qaraganda deydi, shu qilayotgan ishing deydi, bizga foyda keltirayotgani yaxshi. Bu okey, bunga qo'shilaman deyapti. Kompaniyani foydasi uchun harakat qilyapsan, lekin narigi tomonda aytaydi ham, ya'ni qarshi tomonni ham o'ylagin deydi. Qarshi tomonga ham shu win-win bo'lish uchun biror narsa berishing kerak. Ya'ni ikkala tomon ham qaysidir ma'noda foydada chiqsin degan juda ko'p keyslarda shunaqa bo'ladi. Juda ko'p holatlarda shu narsani birinchi o'ringa qo'yib boradi. Nimada yaqinda biz ham Real Valley bor-ku, YouTube'dagi. Real Valley degan nima bor? YouTube'da yapon tilida ko'proq agar qiziqadiganlar ko'rsa bo'ladi. Bizda hozir chiqayotgan taqdimot deganga o'xshagan, O'zbekistonda zo'r tezda chiqyapti. O'shanga o'xshagan faqat bu yerdagilar o'sha gigant nimada, biznesmenlar, katta. O'shanda 10-15 tasi katta biznesmenlar chiqadi. Keyin 3 ta nima bo'ladi? Sudya bo'ladi. Keyin kimdir yosh yoki masalan oldindan biznes kelayotgan odam chiqib turib o'sha yerda o'zining biznesini tanishtiradi-da. O'sha tanishtirishdan oldin unga savol qo'yishadi. Sen nima
biznes g'oya bilan kelding va bu jamiyatdagi qaysi muammoni qanaqa hal qiladi degan narsani qo'yadi. Bir o'zbek yigit yutdi-ham uni yaqin. Ularniki boshqacha. Ularniki boshqacha. U real valyutniki qimmat. U ham biznes planiki issemaniki, ya'ni yapon yenasida nima yillik to'lov. Unga member bo'lib kirishingiz. Kirishingiz puli bor, birinchisi. Isseman bo'lsa $50-60 ming atrofi yillik to'lovi. Lekin undan oldin o'sha biznes ideyangiz, biznes g'oyangiz ularning testidan o'tsa, keyin pul to'lab kirasiz unga. Shu darajada o'shanda ham aytyapti, jamiyatdagi qaysi muammoni hal qilmoqchisan, biznes g'oyang orqali degan narsa qilishadi va siz o'sha biznes bilan baribir foyda olasiz, lekin jamiyat ham undan foyda olishi kerak-da, ya'ni muammosi yechilishi kerak degan narsa. Bular yaponlar shunaqa qaraydi-da. Yana bitta narsasi men juda ko'p kuzatib o'rganyapman. Oxirgi paytda masalan Yaponiya menejmentiga o'sha ishga kirganimdan qiziqyapman. Ko'p kitoblarda o'qiyapman. Hali boshqaruvdagi odamlar borga masalan buchoqlar. Bo'lim boshliqlari desak to'g'ri bo'ladi, chiqsam o'zbek tilida. Bo'lim boshliqlariga bo'lgan e'tiborni ko'ryapman-da. Shu ham masalan kompaniyalarda uzoq yil ishlashning qanaqadir bir sababchi bo'lsa kerak deb o'yladim. Bo'lim boshliqlarini darajasini kompaniya rahbarining darajasi bilan bir xil qilib olib borish. Buni kompaniya rahbari masalan missiyani belgilab turib, strategiyani belgilab turib, kompaniyani rivojlantirish uchun harakat qiladi yoki bo'lmasam yangi ishlar olib keladi prezident. Bo'lim boshlig'lari o'sha yangi proyektlarni yurgizadigan asosiy driverlar bo'lganligi uchun bo'lim boshliqlariga bir anaqa nima desa bo'ladi, bir boshqacha e'tiborda ularni bilim olishiga imkon yaratib berish, seni kompaniyani uzoq yil ishlashiga ham sababchi bo'ladigan bir vosita sifatida ko'riladi adashmasam. Buni so'radim, o'zim bo'lim boshlig'im bilan tanishlar ham juda yaxshi. Juda anaqamiz tesna deydi rus tilida, yaqin gaplashamiz. Men aytdimda, qara dedim, juda ko'p seminarlarga borasan dedim. Shu dedim, kompaniya kamida bittasi $400, $500 da. Xarajat-ku dedim. Oxirgi paytda masalan haliginaqa ko'payib ketmayaptimi seningcha? Bu tabiiy holat dedi. Nimaga desam, bu dedi o'rganishim kerak men. Bo'lmasam 51 yo 52 yoshda-da. 51-52 yoshda yangi challenge qilishdan qo'rqmaydi-da. Uni challenge-ni ko'rib turib men qo'rqib ketaman. Chunki birga ishlashimiz kerak. Buni challenge qilayotganini ko'rib qo'rqib ketaman-da. O'sha bilim olishini sababi kompaniyani rahbari, prezidenti bilan bir xil darajada bo'lish va bu bucho leveldagidan bir xil darajada bo'lsa, keyingi levellarda ham o'sha darajaga ko'tarishga harakat qiladi. Bu degani kompaniyadagi butun mexanizm как shestonka deydi, bir-biriga keladigan tishli anaqa xuddi o'shanaqa ishlaydi, soat bunaqasiga o'xshab turadi. Xato chiqqan joyda sras ko'rinib qoladi. Darhol ko'rinadi. Bitta muammo chiqib qolsa, o'sha muammo haligi ko'k dalaning ichidagi bitta sariq o'tga o'xshab turib ko'rinib qoladi. O'sha muammoni hal qilish uchun hamma harakat qiladi. Bu ham bitta sabab deb o'ylayman kompaniyalarda uzoq ishlashida, ya'ni buchoq levelidagi, kachoq levelidagi odamlarni bilimini постоянно ko'tarib borishar. U asosiy kompaniyani yurgizadigan bir motor bo'lganligi uchun deb o'ylayman. Ishchilar ham shunga harakat qilib yetib borishadimi? Hatto mana shu ishchilarda bo'g'indagi qandaydir bir ishga nisbatan ishtiyoq deymizmi yoki masalan endi hozirgi yoshlarni bilmayman, lekin kattalarda qaraydigan bo'lsak, bu xuddi o'zini kompaniyasida bir jon qaytib, bir juda bir meniki deb qarab bir ishlaydi-da ko'pchiliklar. Masalan, shunday deb menga nima degan narsa bilan ketmaydi. Bir yilgacha turadi-da, bu qayerdan keldi, nima keldi, nima bunday bo'ldi. Agar xato ketsa boshqa shuni tagini topishga harakat qiladi. Biz masalan o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsa, maydalashmaymiz. Bir yillab kelib chiqadigan bo'lsa yo ko'p chiqadigan bo'lsa, har bir so'ng shunaqa bo'ldi deb o'tib ketamiz. Shuni tagini topishga harakat qiladi-da. O'sha bir sidqi dildan men shu yerda ishlayapman, mas'ulman. Bu kompaniya o'sha oylik olyapmanmi? Demak, bu mening kompaniyam. Deb turib ham jonni berib ishlashi ham kompaniyani bir uzoqroq yashashiga bir xizmat, mana shunaqa xodimlarni bo'lishi, mana shunaqa ishchilar bo'lishi ham uzoqroq yashashiga bir xizmat qilar ekanmi deymanda. Ishchilar asosiy rolni o'ynab beradi. Ishchilar mana ishkavan naqasini aytdim-ku, fishbonni eshitgansizlar, baliq skeleti. O'sha to'rtta ham fishbonni chiqarib beradi-da. Biz masalan birinchi o'rgatayotganda ham o'sha fishbon qilgan baliq skeletini ko'rsatib turib, o'rtadagi o'sha xatolarni ushlash liniyasini chiqarib berganda, bu hali ishchilar masalan men bilaman, bir yil davomida ishlaysiz-da, baribir dam olishingiz kerak-ku. Va ablahlar dam olmaydi-da. Real dam olmaydi-da.
Masalan, Apple belgilangan 20 kunlik dami bor, 1 yillik. U qo'shilib, masalan, keyingi yil bo'lsa 40 kun bo'ladi-yu. Hali ishchilar dam olmaganini hisobidan boshliqlar kelib turib ishchilarni majburiy damga chiqarishadi. Chunki yillik nimasi bor-da, ishchi majburiy nimasi. 5 kun dam olish kerak ekan ishchi. Yaponiya kompaniyalarida ishchini majbur damga chiqaradi. UQ deydi, shu 1 kunlik dam deydi. 1 kun xolos u ham. Yo'q deydi, men kelaman deydi-da. Men ko'rib hayron qolaman-da, sen majbur damga chiqaryaptimiz, men majbur damga chiqyapman deydi. Bo'lmasam kelardim deydi. O'ziga qolsa chiqmaydi. Yo'q, Anjirda katta farq. yo'qda, bizda adashmasam O'zbekistonda qonunda belgilangan 24 kun dam olish kuni bor hali. Bizda yilda bir marta Yilda bir marta 24 kun dam olish kerak degan qonunda belgilab qo'ygan narsa bor. O'sha narsa Yaponiyada endi xususiy kompaniyalar ko'p bo'lganligini hisobiga shu kompaniyalar ishga kirgandan keyin 10 kundan boshlanadi. Qaysidir muddat ketganingizda 20 kun maksimalga chiqar ekanda. 20 kun maksimalga chiqadi-da, u narsa 2 yil bo'lsa 40 kun bo'ladi. 40 kundan o'tib ketgani avtomatik kuyib ketadi. Avtomatik kuyib ketadi-da. O'sha 40 kunda mo'ljallab turishadi-da. Masalan, 45 kunga chiqib qoldimi, keyingi yil kelguncha 5 kun majburiy damga chiqarib yuboradi. Majburiy damga chiqadi, haligi odam aytadi-da, men so'radimda, nimaga damga chiqishni xohlasizmi desam, damga chiqsam nima qilaman deydi. Chunki shu hayotini mazmuniga aylanib qolganda kompaniya. Hayotini mazmuniga aylanib qolgan. 22 yoshida kelib turib, uzoq yil ishlaydi-da, 22 yoshli bola aytaylik, hozirgi men ishlayotgan sheriklarim 55-56 yoshda, 22 yoshda kelganda kompaniyaga. U butun hayotini tikib yuborganda. Hayotini tikib yuborgan. U menimcha fesiga chiqqandan keyin ishga kelmasa kasal bo'lib qoladi deb o'ylayman-da. Shunaqa bo'lgan rostdan. Bo'ragan. Bo'rakan, ya'ni mana katta biznesmen bir 30-40 ta mehmonxonasi bo'lgan o'sha odam aytyapti-da, men deyapti, faoliyatim qachon yakunlanadi, qachon vafot etsam yana yakunlanadi. Bolalarga o'tkazib bergan shacholikda, ya'ni boshliqda, direktorlikda o'tkazib bergan, o'zi kompaniya asoschisi, raisi bo'lib qolgan. Lekin baribir ishlab yuribdi-da. Baribir keyingi yangi bizneslarga qo'l uryapti-da. Investitsiyalar qilyapti-da. Nimaga desa, men deyapti, hali deyapti jamiyatga foyda keltirishim kerak men deyapti-da. Mening deyapti faoliyatim men vafot etsam tugaydi deyapti-da. Shu qadriyat qayerdan shakllangan ekan? Xonada bor bo'lsa kerak. Yo'q, xonada yana bitta narsa bor-da. Boburda kuzatgan hamma narsani yo'riqnomasi bor-a, masalan, kompaniyada. Manual bor-da. Ozgina oddiy bitta ego bo'layotgan bo'lsa, ya'ni savdo bo'limi bo'lsa, savdo bo'limida ham shu texnikal narsalar baribir qilingan-da. Keyingi ishchi keladi, yangi bitta ishchi xodim kirib kelsa, o'sha xodimga qanday o'rgatish kerak, qanday bosqichda, qaysi vaqtgacha o'rgatadi, undan keyin qaysi levelga keladi, hammasi tizilganda. Sarodim. Sarodim voqeani Maymun degan darajada qilingan-da. Ya'ni tizim bor. Uzoq yashashash uchun birinchi bo'lib tizim qilganman-da, masalan. Hamma narsa mayda detaligacha-da. Keldi, Ali ham keladimi, Vali keladimi, shu ishga shuni tushadi, ketadi-da. Ya'ni keyin yana tarz rotatsiya bor-ku, ishchilarni aylantirib turadi. Masalan, huquqni bitirgan, o'rgansangiz savdo bo'limida ishlayotgan bo'ladi. Biladi, ya'ni kompaniya to'liq aylanib chiqadi-da. Hamma nimaga desa, unda ham baribir yo'riqnoma boradi ish joyiga, o'sha bo'yicha qiladi. Mana shu zerikib qolmaslik uchun emasmikin, nima deb o'ylaysiz? Masalan, bitta ishda ishlayapsiz, bitta ish rotatsiyada. Men o'zi masalan mutaxassis sifatida bilganim, rotatsiyani asosiy maqsadi kompet, ya'ni 100% jarayonni tushunadigan ishchi yaratishda. 100% jarayonni tushunadigan ishchi, masalan, oxir-oqibat borib turib sizga qanaqadir bir qiymati baland bo'lim boshlig'iga aylanadi. Yoki bo'lmasam aytaylik, bo'limlarni boshliq qiladigan jo'lmuga aylanadi. Chunki jarayonda hamma boshliq o'tib kelayotgan. Bu mutaxassis sifatida qaraganim. Bu chekkadan qaraymanda, masalan, yaponlar bitta joyda o'ralashib yuraveradi. Bitta joyda o'ralashib yuraverganidan zerikib ketadi. Tushganligini qiladi, nima desa bo'ladi. Hali oxirgi paytlarda masalan bir Islom degan sherigimiz bor, Islomjon tanislar. O'zi bir naqa jo'natdi, video naqa message Yaponiyani Madogawa no Sagiyosha degan. Madogawa no Sagiyosha degan, ya'ni aynaga oldida o'tiradigan ishchilar.
o'qib chiqsamchi qiziq narsa ekan. Haligi hamma narsadan o'tganda tajribasi bor, lekin kompaniyada kerak bo'lmay qolgan ishchilarda. Lekin hali qonuniy jihatdan ishdan haydab yubormaydi-yu. Haydab yuborolmaydi-ku uni qonuniy jihatdan. 65 gacha ishlash kerak, yoki 60 yoshgacha ishlash kerak. Haligi ishchilarni ushlab turish kerak. Haligilar keladida Madogavani sayti o'sha bo'lib turib, Madogavani oldida shu aynaga ochib turish uchun kerak bo'ladigan ishchilar degan qarasham bor ekanda. Men qaradimda ko'p ishchilarni rotatsiya qilishiga asosiy sabab o'sha o'zini ishida zerikib qolmasligi uchunmikin deb o'yladim. Yana bir narsa bor-da, Bo'lmurat aka. Aylantirib turishi, bu meni qarashim. O'zimcha o'ylaymanki, aylantirib turishida o'sha ish, masalan, meni qilayotgan ishim faqatgina menga bog'liq bo'lib qolmasligini ham ta'minlaydi-da. Insonga bog'liq bo'lib qolmasligini, o'rniga, men o'rnimga xohlagan odam kelib, yana shuni davom etkazib ketadi. Ya'ni ish davom etadi, tizim davom etaveradi, odamlar almashaveradi. Shuni ta'minlash uchun ham bu bir bo'lsa, ikkinchisi klientlar bilan ham juda bir kishi bo'lib ketadigan bo'lsa, yaqinlashib, ulfat shakl bo'lib qolishi mumkin. Tizimni buzishni boshlaydi. Tizim buzilishi mumkin bu narsani. Keyin boya aytganingiz, Madogavani desangiz, deraza oldi o'tirib ketadiganlar desangiz-ku, ular osoncha bo'shatmaydi-ku. Osoncha bo'shatmaydi. Bitta narsa bor ekan, formula bor ekan. 2-6-2 degan formula bor ekan. Bu nima desa, har qanday kompaniyada 20% xodimlar bilan jon qaytib, jonini berib, shu o'zimning kompaniyam bu, meni oilam deb turib qarab ishlaydigan xodimlar bo'ladi. 60% keladi, ishlaydi, ya'ni oyligini berasiz, ishini qiladi, ketadi, boshqa narsaga aralashmaydi. Hozir обычный deydi-ku, yoki o'rtacha normal nima holatdagi ishchilar. Keyingi 20% qanaqa esa, bu 60% va o'rta qatlama 60% 20% siz aytgandek deraza oldida o'tirib ketadiganlar bor ekan. Bularning qiziq 20% eng oxirgi qatlamdagi shu va amal foydasi kompaniyaga uncha bo'lsa ham bo'lmasa ham zarar bermaydigan ishchilar ekan. Buni bo'shatsangiz o'rniga baribir kelar ekan. Ya u kamaymaydi. 60dan buyoq o'tadi. Ha, Madogavani sayti o'sha belgilab qo'yilgan ekan. U kamaymas ekanda kompaniyada. Uni o'rniga baribir bitta chiqadi. Ya 60% dan bitta qo'shiladi yoki yangi kelar ekanda. Ana shu 20% kamaymaydi. Kompaniyada yo'qotishlar yo'q ekan ulardan. Shuning uchun ham bular bo'shatmaydi-ku. Lekin mana bu o'rniga keladigan dedingiz-ku. Mana shu narsaga baribir endi xohlaymanmi ishlab chiqarishda bo'lganligi uchun ishlab chiqarish orqali kelyapti endi narsa. Ishlab chiqarishda ham juda ko'p haliginaqa qiladi. Xavfsirab turadi buchoqlar. Bo'lim boshliqlar. Anaqa mana bu ishchi bitta ishni to'liq biladi-da, u ishchi ketib qolgandan keyin shu ishni biladigan ishchi yo'q. Shuni nima qilsak bo'ladi deydi-da, haligi ishchiga shogird tayyorlashni boshlashadi. O'sha men xohlaysa men bir Tejun show bo'lgani bilan Sagyo Hyojun ya'ni o'sha ishni ketma-ketligi ko'rsatilgan rasmlar bilan o'sha aytyapsiz, saru maymun ko'rsa ham shunday degan qilib qo'yganda, haqiqatda rasm bilan kerak bo'lsa videolari bilan bitta ishchi borib turib operatsiyani qilmoqchi bo'lsangiz, ko'rgan odam endi ilaganaqa oliy ma'lumotli bo'lsa sirazi ahli yetib tushunib ketadigan ish u. Lekin o'shunda ham masalan baribir ishning nyuanslari bor-ku. Qayerdadir masalan o'sha Sagyo Hyojunga, ya'ni ish tartibiga kiritilmagan joyi bor. Bizda masalan turbo bukish bor-da. Turbo bukishda bitta odam 35 yildan beri ishlaydi. Shu 35 yildan beri ishlaydi-da, turbo bukilishdan oldin qana chiqishini biladimi deyman-da shu odam. Realni holatda haligi odamdek qaraydi-da, deydi-da, mana uni mana qilish kerak deydi. Xato chiqdi. Unaqa razmer to'g'ri kelmayapti-da. Buni hech kim bilmaydi-da, lekin faqat o'sha odam biladi-da. Mana uni mana qilsang deydi, shu sen xohlagan chizmadagi razmer chiqadi deydi. Faqat o'shani kichik chiqadi. Xuddi o'shanaqa svarkada ham bor-da. U yoqda o'sha turbani o'zi ishlab chiqarganda nima o'ylab qolamiz. Bunaqa turbani o'zini organizmidek his qiladi-da. O'zini barmog'ini his qilgandek his qiladimi deyman-da. Xuddi o'shanaqa svarkada ham bitta ishchi bor-da. Svarkani ovoziga qarab turib, brak chiqqanini biladi. Ovozidan, svarka qilinayotgan vaqtda ovozidan brak chiqqanini biladi-da. Real ko'rganman shu narsani o'zi. Masalan, Kenshu deydi-ku, o'qigani bolaslar, ishga kirganda. Men ham o'tganman o'sha 6 oy. 6 oy keyin shu vaqtimda aytgandida svarkaga borganman. Svarkada robotda svarka qildimda, programma tuzasiz, programmadan keyin puskni borsangiz, robot svarka qiladi-da, programmani zo'r tuzdim o'zimcha. Puskni bitta bosdim, svarka boshlandi-da, mana joyda xato ketdi-da, bobo dedi.
Sug'orka bo'lyapti. Hayron qoldim. Yangi ishga kirganman, u vaqtda bilmayman uni qanaqaligini, tajribaliligini. Haqiqatda o'sha aytgan joyim brak chiqdi. Shunaqa ishchilar ham, shunaqa ishchilardi. Aytaylik, keyingi davr uchun sherigini tayyorlash deylik, shogird tayyorlash. Yaponiyadagi hozirgi kompaniyalarda ham juda katta muammolar bo'lyapti. Hozir masalan bizda ham shunaqa muammolar bor. Ya'ni bitta o'sha 35 yil ishlagan ishchi bor. Unga hozir aytaylik 25 yoshli 30 yoshli ishchini biriktirib qo'yganmiz, sherik bo'lib turadi. Lekin haligi ishchi aytadi-da, mana shu ishsam bo'lmasa baribir qiynalaman deydi. Chunki baribir haligi bitta joy bor, haligi bitta anaqa monogata deydi, aytib beradigan, kema buzilib qolganda borib turib, tang ikkita urib yurgizib yuboradigan injener bor. 25 yillik ishim uchun buncha pul olaman deydi. Turbo uchun buncha pul olaman. Xuddi o'shunga o'xshab turib, hali o'zini organizmidagi his qiladigan ishchilar ham kompaniyani qasirmada uzoq yil ushlab turilishiga sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Chunki haqiqatan realni ko'rganman-da, mana shu yerda xato ketdi-da deb. Hali tugamasdan olib aytib berishadi. Keyin boyagi nima bo'yicha, rotatsiya bo'yicha, oldin o'sha ishlagan kompaniyam nimasida aytadigan bo'lsam, ishchilarni o'sha kirishidan boshlab eng yuqori nimasigacha daraja belgilashganda. Masalan, har bitta universitetni bitirib kiradigan bo'lsangiz, 9-darajada kirasiz. O'sha 2021 dan qilishgan ekan, kollej bitirib kiradiganlar bo'lsa, 11-darajadan kiradi. Har 2-3 yilda darajangiz ko'tarilib boraveradi. 9 dan 8 ga o'tishingiz oson, 7-6 gacha borish oson ekan. Men gaplashib qolganda aytgan, 6 gacha deyarli hamma boradi. 6 dan keyin 2 ga bo'linar ekanda. 2 ga bo'linar ekan, o'sha u yog'i o'sha 5-4-3 ga ketadigan odamlar, bu yoqdagilar o'sha 6 da sekin uzoq muddat ancha xizmat qilib beradigan odamlar bo'linar ekan. Keyin men kirgan paytda ham bizning bo'limimizdagi boshliq odam, liderimiz, u umuman boshqa nimadan kelgan, sohadan kelgan. Ishlab chiqarishda u ancha o'sha menejer yordamchisi bo'lib kelgan, lekin sotuv bo'limiga o'sha nima bo'lib kelganda, lider bo'lib kelganda o'sha odam. U ham ya'ni o'zgarish bo'lgan. Nimaga deydigan bo'lsa, o'sha yerda men ikkita narsani tushunganman. Birinchisi, kompaniyada har bitta bo'limni o'rganib olish, keyin kelajakda kompaniya o'sha bo'limlarga bo'linadi-ku, yakun deydi. Yoki masalan 10 ta bo'lim bo'ladigan bo'lsa, 5 ta yakun, ya'ni o'sha nima, raisga bo'ladi. Boshqaruv raislari bu. Piramida bo'ladigan bo'lsa, tepada direktor, pastda 5 ta boshqaruv raisi bo'lsa, o'sha odam har bitta 2 ta 3 ta bo'limni boshlig'i bo'ladi o'shada. Bo'lim boshlig'i bor, bo'lim boshlig'i bilan direktor o'rtasida yakun o'sha nimalar turadi. O'zbek tilida nima deydi? Anaqa bor-ku. Bizning guruhda tuzilgan-ku. Boshqaruv raisi, boshqaruv kengashiga tushadi. O'sha kengashdagilar, kengash a'zolari nima bo'ladi va o'shalar masalan o'zi o'sha bo'limda nechidir vaqt ishlagan bo'lsa, biladi-ku masalan qayerda nima borligini. Oldingi ishda masalan shunaqa bo'lgan. O'zi umuman o'ylamaysiz unaqa odam, lekin mana bu logistika qanaqa bo'ladi yoki ishlash qanaqa bo'ladi, turib hammaga savol berardi-da, har bitta bo'limga. Bunaqa narsa bitta bo'lsa, ikkinchisi, ko'p yapon kompaniyalari chetga ishchi yuboradi-ku. Ishchi yuborgan payti 2-3 ta bo'limga odam yuborar ekanda. Masalan, siz ishlab chiqarishda zo'rsiz-da, bo'ldi, sizni jo'natmaydi-da. Siz ketishingizdan 1 yil yoki 2 yil oldin aniq bo'lsa, siz siz boshqa bo'limga oladida, boshqa bo'limda 2 yil tayyorlantiradi. Ya'ni uyga borganda siz, chunki oyligingizni 2 barobar qilib beradi ketganingizda, bolalaringizga, oilangizga pul ajratadi qo'shimcha. Ya'ni ularga ancha nima bor. Bu yoqda qaysidir ma'nolar nima, og'irligi tushadi-da, lekin o'shansiz borgan bit 2-3 ta bo'limni nima qilib berishingiz kerak. Yo'qda qoplab berishingiz kerak, 2-3 ta bo'limni tepadan ko'ra olishingiz kerak. O'shaning uchun ham kelajakka tayyorlash uchun rotatsiya qilish degan nimasi ham bor ekan degan narsani nima qilganman, tushunganman. Almashtirish aniq. Bundan ko'rinib turibdi, ishchilar ham juda muhim ahamiyatga ega ekanda. Masalan, kichkina bitta aytaylik, bizda ham bir katta kompaniyamiz, lekin 120 ta ishchi bo'ladigan bo'lsa, 120 ta kompaniyadagi holat sifatida ko'rardim deydimi? Sizlar katta kompaniyada ishlagansizlar-ku. Ishchilar katta ahamiyat kasb etar ekan, shuni bo'yicha. Kecha aytdingiz-ku siz ham, ana baribir hamma tomon sun'iy intellektlashyapti, tizimlashyapti, lekin baribir inson omili yo'qolmaydi. Yo'q, Juda muhim ekan. Qanchalik tizimlashsa-da, qanchalik sun'iy intellektlashda, robotlashgan taqdirda ham baribir mana shu joyda bu narsa, ya'ni inson omili, inson, ya'ni xodimlarga bo'lgan ehtiyoj baribir yo'qolmaydi, o'zini saqlab qoladi deb aytdingiz-ku, haqiqatan shunday narsada baribir u tizimda ham kimdir yurg'izish kerak-ku. Baribir oxirgi qarorda javobgarlik inson olmasa, u mashinadan
nima qilib javob berib ololmaysizda. coverage qilsan to'g'ri sistema qilgan ekan. Qarang, birinchi o'ringa insonni qo'yganda birinchi o'ringa masalan o'sha omillar 4 ta omil bo'lmasa ishlab chiqarish qila olmaysan deganda. Lekin birinchisida inson turadi-da. Birinchisida inson birinchisi inson turadi, oxirida inson, mashina, material, metod bu uslub degan narsaga menimcha bu uslub yaratish uchun ko'proq vaqt ketadi. O'sha Toyota bilan elektromobillarning asosiy nimasi farqini aytadigan bo'lsak, Toyotada masalan o'sha benzinda yuradigan mashinani masalan oshirish, mustahkamligi, boyagi effektivness oshirish uchun necha 10 ming, 100 minglab marta test o'tkazilar ekan. Test o'tkaziladida o'sha yangi motor ishlab chiqarish uchun ham qayta-qayta sinovdan o'tkaziladi. O'shandan keyin shunga bardosh bersa yoki o'sha talabga javob bersa keyin chiqadi. Elektromobilda bo'lsa unaqa emas ekanda. Elektromobil o'shancha hozir elektromobil nimaga kompaniya ko'payib ketdi desa, asosiy yuragi dvigatel bo'lganda mashinani. O'shancha oldin kam bo'lgan. Hozir o'rniga dvigatel qo'yadi, xuddi dvishka o'xshagan narsada. Yoki batareyani qo'ysangiz, o'yinchoq mashinani yasab ketaverasiz-ku. Tokda ulaysiz, ketaveradida. Bu oson bo'lib qolganligi uchun ikkalasini nimasi farqi katta. Qana nima demoqchiman? Masalan, Toyotaning know-how hamma mashinadan deyarli kuchli-da. Motor kuchli, masalan, Mercedes bo'ladimi, boshqasidan yurish bo'yicha kuchli, lekin nimasi benzin sarfi kamda. Nimaga deydigan bo'lsa, bular know-how orqada. Bular qanchadir o'sha vaqt sarflab, bunga kuch sarflab turib, mana shu natijaga erishganda, bu know-howga olib kelish uchun ham siz qaysidir ma'noda vaqtingiz nimangiz ketadi-da, investitsiya qilasiz, boshqa qilasiz-da, o'sha orqali natijaga nimaga erishasizda. Uslubga yetish uchun bunga ancha vaqt, kuch sarflanadi. Men bilgan narsamni hozir sizlar bilan anaqa qilib oldimda, hozir bog'lashga harakat qilyapman-da. Kompaniyalar juda ko'p, uzoq yil yashayotgan yoki masalan yangi ochilgan kompaniyalar, bizda juda ko'p baribir asosiy raqobatchimiz Xitoy bo'lganligi uchun mebel bozorida Xitoy juda katta anaqa ega, ulushga ega. Xitoy bo'lganligi uchun Xitoy kompaniyalarini kuzatamizda. Bir kompaniya bilan to'qnash keldikda 10 yil bo'lgan ochilganiga. 10 yil bo'lganda oboroti juda katta summa. O summani hozir aytishda anaqasi yo'q. Deb qarayapmizda 10 yilda qanday qilib shu darajaga yetishgan ekan deyapmizda. Uslub baribir muhim-ku. Uslub mana bu men bilan metodda orasidagi mana bu mashina, material shu darajada bir-biriga bog'lab qilinganki, hali konsensus deydi. Ya'ni har xil odamlar yig'ilib turib, qanaqadir bitta yechimga kelish bor. Bizning kompaniyada shunaqa. Bizning kompaniyada juda ko'p narsa shu 4M bilan unaqa qilinadi, nazoratga olinadi va uslubiyotimiz ham qanaqa, o'sha sizda aytgan direktorlar kengashi bor, keyin Skyrinka deydi, ya'ni sifat bo'yicha kengash. Har haftada bir marta majlis o'tkaziladi va chiqqan muammolarni prezident levelidan bo'lim boshlig'i leveligacha hamma qatnashadi. Даже oldingi prezidentimiz rais deymiz, Qaycho. O'sha Qaycho ham qatnashadi. Hamma chiqqan muammoga o'zini fikrini bildiradi. Bu bizning bitta uslubiyotimizda, ya'ni boshqaruvni qaysidir ma'noda to'g'ri olib ketish. O'sha yerda yig'ilgan fikrlar umumlashtirilib turib, hamma bitta konsensusga keladi-da, yechimga. O'sha yechim keyingi jarayonlarda aytaylik, masalan, o'sha muammoni bartaraf etish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqishga sarflanadi. Bu masalan Toyota kompaniyalari bab xohlaymizmi yo'qmi, katta kompaniyalar, ularda juda boshqacha tashkil qilingan bo'lsa kerak. Uslubiyot ham qaysidir ma'noda ta'sir qiladimi deb o'ylayman-da. Chunki kompaniyani uzoq yil yashashini asosiy sabablaridan bittasi mahsulotni qanchalik sifatliligi. Bozorda baribir xaridoringiz bo'lmasa, masalan mahsulotingizni sota olmasangiz, o'z-o'zidan pul bo'lmagandan keyin kompaniya bankrotlikka ro'baro keladi. Mahsulot eng asosiy rolda bo'ladigan bo'lsa, mahsulot sotilishi eng asosiy rolda bo'ladigan bo'lsa, u mahsulotni yaratilish jarayoni ham nima uchun sifatli chiqish kerak degan narsa borda. Bu qanday qilsak sifatli chiqadi. Va bu bozorda qancha vaqt o'zini aytaylik xaridorligini saqlab qoladi. Nima uchun butun dunyo Toyotaga ishonadi? Shu narsa haqida men 2 soat oldin gaplashdik, baribir Toyotada. Bu narsani amerikalik ham biladi-da. Bu eng qizig'i Dubaydagi yashayotgan Tarab ham biladi-da. Xitoyda O'zbekistonga mashinalar kelyapti-yu, biz naqada ishladik. Zavodimiz Index
Toshkentdagi Index'da va bitta mashinalar sotiladi bilsanglar. Xitoy mashinalari. Xitoy mashinalari sotiladi-da, Xitoy mashinalarini olib keladigan xitoyliklar Toyota Land Cruiser'da keladi. Boshlig'imiz bilan birga borganmiz. Boshlig'imiz qarab turib, "Qara" deydi, "Xitoy mashinalari ko'p" deydi. Xitoy mashinalari maqtab sotishyapti. So'rab ko'rchi, nimaga Toyota'dan yuribdik o'zi? Tanlovda Shunday. inson ishonchi, xaridor ishonchida. O'sha sifat masalasida ham menimcha kompaniyalarning qaysidir ma'noda nima deydi, uzoq yashashiga sabab bo'layotgan narsami ekan deb o'ylayman-da. Sizlar sifat yo'nalishida o'qigansiz. Sizlarga ham menimcha o'rgatgan shu narsani kirib turib men bakalavr o'qiyotganimda birinchi eshitgan narsam sifat bu Yaponiya bilan bir xil. Qanaqa deb aytilganda, sifat bu Yaponiya deyilganda. Realni shuna o'rgatilganda bizga. Yaponiya desa hamma sifatli deydi. Shunday. Boshqa gap yo'qda. Yaponiya o'zi sifat degan brend bo'lib qolganda, Shunday. ishonch bo'lib qolgan. Butun dunyoda bu narsa. Butun dunyoda. Biz ham masalan borib turib, to'g'risini aytaman, 5 barobar qimmat. Xitoy mebelidan 5 barobar qimmat. 5 barobar qimmatda, lekin Yaponiyaniga deb olib boryapmiz-da. Hali xaridorga taklif qilayotgan bizni bitta stulimizga xaridor o'sha O'zbekiston bozorida 5 ta stul oladi-da. Lekin biz stulni tanlab olyapti. Xudoga shukr. Ko'rsayapsa. Qarashga boshlashadi. Nima uchun? Yaponiyaniki bo'lganligi uchun-da. Yaponiya, masalan, juda ko'p xaridorlarimiz, Japan deb o'tirgan videolargacha bor-da bizda. Nimaga? Chunki sifat baribir muhim. Muhim. Sifat birinchi o'rinda deb o'ylayman. Kompaniyani kompaniya qiladigan ham shu sifat adashmasam. Bozordagi mana shu gapingizga isbot sifatida, masalan, Yaponiyada mahsulot ishlab chiqarilyapti. Bu mahsulot, ya'ni nimagadir kerak yoki foydasi bo'lgan kerakli mahsulot ishlab chiqaradi. Shunchaki mahsulot chiqarmaydi-ku. Aslida sizlarda o'sha O'zbekistonda bitta universitet mahsulotlaringizni oldi, stullaringizni. Universitetdagi stullarni sizlarning stullaringizga almashtirdi. Sizlar tanishinglarmidi? Almashtirdi. U odam nimaga almashtirganligini o'zini ijtimoiy tarmog'ida aytyapti. Men nima uchun qimmat deyapti, bilaman deyapti. Bo'ldi. Men qimmat buni deyapti, lekin deyapti, bu deyapti umurtqaga deyapti foydasi bor ekan. O'tirganda deyapti, bu shunchaki o'tirish emas deyapti-da. Umurtqaga foydasi bor ekan deyapti. Va men deyapti, buning uchun deb talabalarga deyapti, ya'ni shunchaki stul bilan o'qitmoqchi emasman-da, normal stulga o'tirsin. Umurtqa pog'onasi ham deyapti, zarar ko'rmasin deyapti. Ya'ni buni qimmatligini bilib turib olyapman deyapti bu kompaniyadan deyapti. Lekin deyapti, mana bu sababi deyapti, o'sha meni ishontirdi deyapti-da. Haqiqatan o'tirib ko'rdim deyapti. O'zi sezasan o'tirganingda deyapti. So'rayapsizmi? Savdo vakillarimiz zo'r ishlayotganmiz. O'zi har bitta masalan O'zbekistondan tashrif buyurgan xaridorlarimiz juda ko'p kelib kompaniyamizni ko'rib ketishyapti. Kompaniyamizni tanishtirayotganmiz. O'zbekistondan kelgan insonlarga kakiy ko'chi degan narsamiz bor. Ya'ni stulda to'g'ri o'tirish. Bu narsa alohida o'rgatiladi-da. Xohlaymizmi yo'qmi, qanaqadir bir 2 soat shu stuldan qanday foydalanishni o'rgatamiz. Birinchisi-da, chunki suvar kattasi alohida ilm-da bu. Koharajiro degan sensei bor. Ilm qilgan Okamurani eshitgansizlar-da. Okamura kompaniyasi bilan birgalikda Koharajiro degan sensei stulda inson foydalanayotganda to'g'ri o'tirish degan narsani ilm sifatida dissertatsiya qilgan. Qanchadir odamni tekshirgan, nima qilgan, shunga asoslanib stulni razmerlarini chiqarib bergan. O'rganilmagan narsa yo'q-da. Hali bizga o'tgan oy bir qurilish kompaniyasi keldi. Mehmon bo'lib, qurilish kompaniyasi keldi-yu, bizga savdo bo'limidan olib kelishadi-da, ishlab chiqarish bo'lganligimiz uchun omakas emas deb turib berishadi mehmonlar. Biz ham zavodda aylantiramiz, tushuntiramiz. Haligilarga 2 soat, 3 soat adashmasam, kompaniyani holatini, mahsulotlarni tushuntirganimizdan keyin o'zbek quruvchisi men stulda bunchalik ilmi borligini bilmagan ekanman. Shunchalik ilm bilan bog'liqligini bilmagan ekanman. Deydi, O'zbekistonga qaytib turib stulimni almashtiraman deyapti. Almashtiraman dedi, yonimizda savdo bo'limi boshlovchi Islomjon. Aka rahmat. Nimaga? Chunki odam baribir xohlaysimi yo'qmi, bitta yo'nalishga kirgandan keyin shu narsani chindan bir mutaxassis bo'lishni harakat qiladi. Va o'sha mutaxassisni yetishtirib chiqarish kompaniyani ham bir oliy maqsadi bo'lishi kerak deyman-da. Bizning kompaniyada ham mo'jiza yaratish degan narsa bor. Kompaniyamizning prezidenti anaqa qilgan, missiya ishlab chiqqanni, Ichigo Ichie deydi-yu.
Anaqada yaponlarda anaqasida the only chance in a lifetime deydi. Hayotda bir marta imkoniyat bor. Hozir masalan gaplashayotganimiz boshqa qaytib kelmaydi-da. Bundan shu samarali foydalanishimiz kerak degan narsani g'oya sifatida ko'rib turib, bu g'oyani markazida bir mo'jiza deganda, mo'jizani nimada ko'rasan desa, inson omilida ko'raman degan. Ha. Ya'ni nimaga? Bitta stulni yaratish uchun, bitta stulni mo'jiza deb oladigan bo'lsa, shu mo'jizani davomli yaratish uchun mo'jizani yaratadigan bitta mo'jiza qilishini istayapsiz. Ha. Ideologiyada bu. Oddiy bitta 120 talik kompaniyani boshlig'i shu narsani singdirib tashlaganda hammamizga. Ha. Singdirib tashlagan. Men qilayotgan ish dunyodagi eng zo'r ish. Men qilayotgan ish odamlarga foyda keltiradigan ish. Men qilayotgan ish jamiyatni rivojlantiradigan ish. Mana shu singdirib tashlagan. Ha. Vali ba'zida aytamanda, yoshligimizda kamolotchilar bo'lardi-yu. Hali anaqa bo'ladi. Men deb chiqishardi. Endi bu narsa 2000-yillarda aytyapman. Men ancha qarib qolganman. 2000-yillarda shu kamolot yoshlar ijtimoiy harakati ancha O'zbekistonda rivojlanganda, o'shanda kamolotchilar deganda nima deydi, o'zbek tilida bu narsani hozir kelmayapti. Hamma narsaga birinchi bo'lib chiqadigan bolalarda. O'shanaqa odamni ko'raman-da men prezidentimizda. Odamni ichiga shunaqa kiradi, ishontirib tashlaydi-da. Ba'zida o'ylayman-da, men qarab turib, dedim, aytgan gaplari noto'g'ri bo'lsa ham ishonyapti-yu hamma beshida. Lekin bunday o'ylab qarasiz, haqiqatdan o'sha ilm tomondan yondosh turib, olib kelib turib asosini chiqarib. Shunday. Mana shu asosga asoslanib turib, men senga aytyapman deydi. Ha. Shuning uchun ham masalan uzoq yil yashashiga bitta sabab. Boshidan boshlab turib to'g'ri strategiya ishlab chiqqan, boshidan boshlab turib o'sha butun dunyo hozir tizimlashtirish deyapti-yu, lekin tizimlashtirish bilan innovatsiyani adashtirib yubormaslik kerak deyman-da. To'g'ri. O'zbekistonda juda ko'p odamlar keladida gaplashamanda, baribir qiziq endi solishtirish. Qarayman-da, nima deb o'ylaysizlar tizimlashtirish haqida desam, hammasi shu оборудование olish, dasturlashtirish, u innovatsiya-da. Har tarafida. Innovatsiya u. Masalan, kompyuter olib turib, bitta tizimni dasturlashtirib qo'yib bo'ldi, odam aralashmasa bo'ldi. Endi men foydada bo'laman. Yo'q. Men o'sha AI tizimiga kirayotgan bo'lsangiz ham jarayonda asosini inson tashkil qiladi va bu jarayonda ketma-ketligini to'g'ri yo'lga qo'yilishi tizim deb ataladi-da. Ya'ni kirgan joydan boshlab turib tot chiqqungacha bo'lgan jarayonda uzviy bog'lanilish. Bu uzviy bog'lanilishdagi bitta zanjir uzilsa, o'sha yerdan muammo kelib chiqishni boshlaydi. Va bu kichkina muammo oxir-oqibat boradida katta bitta problemaga aylanadi. Juda ko'p kompaniyalarda bilsanglar, avtokonsernlarda million tomoshani qaytarib oldik. Toyota'da ham bo'ladi, masalan, tormoz tizimida katta muammoda kimdir o'sha yerda qanaqadir bitta detalni ishdan chiqarganda va o'sha partiyadagi muammolarni xaridor ishonchini yo'qotmaslik uchun hammasini orqaga qaytaradi-da. U millionta moshinadan atigi ikkitasi muammo bo'lishi mumkin-da. Ehtimoli bo'lishi mumkin. Muammo bo'lmasa. Masalan, ishlab chiqarishda part per million degan narsa bor. PPM deyiladi. Ya'ni millionta mahsulot ishlab chiqarganda bitta barak chiqishga ehtimoli bor deyiladi. Endi o'sha narsani IPB deyilgan. Part PPM da IPB ga o'tishgan. Toyota'da ham bor bu narsa, adashmasam, milliardga o'tgan. Tasavvur qiling-da. Bu degani har bitta masalan ishlab chiqarilgan milliardta detalda bitta xato chiqish ehtimoli bor deyiladi. Mana shu narsa ham kompaniyasi ushlab turadimi deyman-da. Bizda nimada aytardi, oldingi kompaniyada o'sha Toyota Groupga kirgan, biz ishlab chiqaradigan mashina masalan 10 mingdan 100 mingdan bitta bo'lishi mumkin, lekin klient olganda klientga bittadan bitta degan-da. Shu. O'sha narsalar aytgan. Xataranda qancha fursatlar boqardir shu kutib oladi, yig'ib oladi. Biz kuni 10 mingta chiqarish. O'zbekistonda JMda ishlaganman. Ko'pchilik yomon ko'rsa ham aytaman. Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, adashmasam. 5 yil faoliyat ko'rsatganman avtomobil savdo sohasida. 2 yil yana ham universitetda ham ishlaganman. U ham o'sha JM bilan bog'liq bo'lgan. Uzavtosanoat bilan deylik. JM yo'qolib ketdi. Biz ishlaganda JM edi. Uzavtosanoat bilan bog'liq bo'lgan tizimda ishlaganligim uchun haligi tizimda nima desa bo'ladi? Muammo ko'p chiqarib xohlasizmi yo'qmi, sifat bilan bog'liq. Ya'ni sifat yo'nalishida ishlaganligim uchun muammo ancha ko'p chiqardi. Bu muammoni sababini topishga bo'lgan harakatni sezmasdim-da. O'sha muammoni joyida sirazi hal qilsa bo'ldi. Bu keyingi jarayonga o'tmaslik kerak degan narsani aytadi-da. O'sha yerda BIQS degan tizim bor. Ya'ni built-in quality deydi.
BIQ derkan, uzr kechirasiz, supplier'da alohida hisoblanadi. BIQ deyiladi. Built-in quality'da 5 ta darajasi bor-da. Ya'ni 5 ta sifatni qurish darajasi bor. Unda masalan, birinchi darajada jarayonda masalan boshlang'ich jarayondan xaridorgacha bo'lgan jarayonda muammo chiqmasligi kerak deydi. Ya'ni xaridorga borganda muammo chiqmasligi kerak. Keyingisida mana bu xaridorgacha bo'lgan ikkita jarayonni oladi. Aytaylik, o'rtada qanaqadir joyda to'xtab qolish kerak deydi. 3-darajada aytaylik, o'sha jarayonlarning ichida yana ham kichkinalashtiradi. Oxir-oqibat olib kelib turib, ikkita ishchi ishlaydi-yu brigadada. O'sha keyingi jarayonga muammo o'tmaslikka olib keladi. Bu degani, mana bu ishchini xaridori keyingi ishchi bo'lib qoladi-da. Bizda ham xuddi shunaqa. Masalan, seni xaridoring keyingi jarayon, ya'ni keyingi sen topshirayotgan ish deydi. Aytaylik, telefon sifatida oladigan bo'lsangiz, telefonni bitta detalini chiqaradigan, ekrandan chiqaradigan odam ekranni keyingi jarayonga beradi tayyor qilib. O'sha ekranni topshirayotganda xuddi haligi OKXanga qiladigan muammolar xuddi shunaqa. Chunki bu klient men uchun deydi. Mana shu zakaz qilmasa meni ishim yo'q. Menga pul kelmaydi. Mana shu ideologiya ham kompaniya qilishiga bitta sababdir. Nima deyishadi ana Atokoteva o'kyaksama deydi-da. Ya'ni keyingi jarayon ishchi. Bu Kaizen'da ham ko'rsatilgan. Shu bir xil Kaizen metodologiyasida. Keyingi jarayon xaridor sifatida ishlash deydi. Bu o'g'ildagi mana O'zbekistonda ishlaganman deb o'zim boshladingiz-ku. Men ham shuni kutib turdim. O'zbekiston qachon chiqar ekan, shu O'zbekistonda biroz bir savollarim bor. Endi aka, siz standartlashtirish, sifat nazorati bo'yicha ishlagansiz, mutaxassissiz, shu bo'yicha ilmiy ishlar qilgansiz. Keyin hozir mana o'sha mutaxassisligingiz bo'yicha ham O'zbekistonda ishlagansiz, ham bu yerda ishlayapsiz. Ya'ni bu haqda chin ma'noda mutaxassissiz bu yerda. Ishlayapsiz va siz O'zbekistonda ham, ya'ni kompaniyada ham ishlab ko'rgansiz, siz universitetda ham ishlagansiz, dars bergansiz. Bizda mana shu kompaniyalarda uzoq yashamasligiga sabab sifatida nimalarni ko'rasiz sizda? Balki Yaponiyaga ko'p kompaniya boshliqlari, biznes vakillari ko'p kelishadi. Mana o'zingizdan bir necha marta kompaniyangizni tanishtirgansiz va Kaizen bo'yicha darslar bergansiz. Bizdagi asl muammo nimada? Nimaga bizni mayli 150 demaylik, 50 emas aka, 30-40 qancha mayli 34 yil bo'ldi-ku, qo'yinglar. Endi deyman, uzoq deylik. Uzoq yillik yashab qoladigan yoki uzoq yil mana bu mustaqillikka buyog'iga kelayotgan kompaniyalar bormi? Men O'zbekistonda ishlamaganligim uchun to'g'ri bilmayman. Va bizdagi muammo nima ekan? Bizdagi mana shu boshqaruv tizimidagi mana shu boshliqlar deymiz-ku, masalan, kompaniya boshliqlari bular nimani o'ylayapti ekan? Mana siz ko'p muloqotda bo'lasiz shular bilan. Xodimga nisbatan munosabat qanaqa? Mana bizda ko'rdik. Nimaga qo'llanma, Yaponiyada dedik, qo'llanma qoldiradi, shunga qarab ketiladi. Xodim yetishtirish programmalari yana alohida. Hokazo program bor. Bizda nima bor ekan? Bu juda og'riqli mavzuda. Men ilmiy ishlaganda unaqa cho'q ichkariga kirib ilmiy ish qilmaganman. Faqat magistrlik dissertatsiyasi yozganman. Magistrlik dissertatsiyasida shunga bog'liq bo'lgan narsani ilm tadqiqot sifatida, obyekt sifatida ko'rgandim. Endi avtomobil sozligi bo'yicha aytaman, chunki avtomobil sozligidan boshqa joyda ishlamaganman. 8 yillik faoliyatim bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda shu 16,5, past 7 yil avtomobil sozligi bilan bo'lgan. 2 yil endi o'qituvchilik bilan o'tgan. O'shuni hisobiga ham O'zbekistonda juda ko'p ishlab chiqarish vakillari bilan uchrashganman. Bu uchrashganda ham yuqori leveldagi direktorlar bilan. Ayniqsa shu ta'lim sohasida ishlayotganimda bir yaxshi proyekt qilib direktorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muomalaga kirishgan vaqtimda direktorlar birinchi so'raydigan narsasi bizga mutaxassis beringlar derdi. Sizlar ham eshitgansizlar, O'zbekistonda mutaxassis yo'q deydi. Mutaxassis yo'q deydi. Mutaxassis yo'q deb turishni o'zi bitta eng katta xatoda. Sizga hech qachon tayyor mutaxassis kelmaydi. Hamma narsani buzib yuboradigan, ishni chatib tashlayman deydigan mutaxassis kelmaydi hech qachon. Uni siz o'zingiz yaratishingiz kerak. O'zingiz yaratishingiz kerak-da. Birinchi muammo mutaxassis. Ya'ni bizda sabr bilan bitta oddiy ishchini olib turib, kimdir o'rgatib, aytaylik, menejer darajasigacha olib chiqish uchun sabr.
Yo'q. Bunga aytaylik 5 yil ketar, 6 yil ketar. Agar yaxshi ishchi bo'lsa 3 yilda ham chiqadi. Ahli butun ishchi bo'lsa 3 yilda ham chiqadi menejer levelga. O'shunga sabr yo'q deyman deb o'ylayman. Birinchi fikrim. Ikkinchisi, men bu tizimchalar haqida gaplashdik-ku. Men shu narsani 2-3 ta professor bilan gaplashgandimda, o'zimizni modelni yaratishimiz kerak. Bizda juda ko'p holatlarda qanaqadir qaytadandir yaxshilangan, qanaqadir qayta rivojlangan, zo'r ketgan bitta modelni olib kelamizda, hali O'zbekistonda ishlab chiqarish tizimiga tushmaydi. Pihat qistirishga harakat qilamiz. Majburlashga harakat qilamiz. Ishchilardan mana shuni o'rganishing kerak deb narsa. U madaniyat tushmaydi-da. Madaniyat yaratilgan narsa-da, madaniyat. Masalan, oddiy misolda Kaizen nima deb juda ko'p so'rashadi-da endi. Kaizen yaponlarda, masalan, biz choyxonalarda gaplashib o'tiradigan gaplarimiz bor-ku. Xuddi o'shanaqa yaponlarda mahallasida gaplashib o'tirgan gaplarni ishlab chiqarishga tiqqanligida. To'qib qilib tushuntiradigan bo'lsangiz. Oddiy misol naza bo'ysaki deydi. 5 ta nima sabab? Kaizen ichida bor bu narsa. 5 ta nima degan sababni bunday tashqariga chiqib turibdi yapon bilan prostali oddiy ishlaydigan yoki bo'lmasa ko'chada bitta suv sotadigan yapon bilan gaplashganda o'shani ham biladi-da. Chunki u xalqona-da. Xalqona bo'lgan narsalarni olib borib turib ishlab chiqarishga tiqqan bo'ladi. Bularda yutug'i shunda. Xalqona hamma tushunadi. Masalan, hali farzandlar yosh, 5-6-sinf bo'lganda farzandlar baliqlar raqsi bor. Yaponiyada maktabda men o'zim o'tgan yil o'g'lim tushdi. Yo, bir yil tushar ekan. O'tgan yili 6-sinflar tushadi. Baliqlar raqsi bor. Juda mashhur. Bu ayolim yapon tilini bilmasa ham baliqlar raqsini qo'shig'ini yodlab olgan. Nimaga? Chunki u shu yoshligidan singdiriladi-da. Masalan, Andon tizimi degan tizim bor. Ya'ni brigadirda chaqirish tizimi bor-da. O'sha brigadirda chaqirish tizimi qayerdan kelgan desangiz, baliqchilar bir-biriga signal bergan o'shanaqa. Böyle uzoqda bo'lgan baliqchilar qanaqadir signallar bilan Andon tizim berganda, xuddi o'sha Andon tizimini ishlab chiqarishga olib kirishgan. Nimaga? Chunki u xalqona. Kirib ketganda ichkariga. Xuddi o'shanaqa o'zini ichidagi tizimlarni yo'qligi bizdagi. Masalan, ishlab chiqarilyapti. Hozir masalan har xil yo'l xaritasi ishlab chiqarilyapti. Har bir kompaniya o'zini qadriyatini belgilab, ayniqsa yosh kompaniyalar juda ko'pini eshityapman. Ya'ni bu yoqqa kelayotganlarini eshityapman endi. O'zbekistonga borib hali juda qiziq ko'rganim yo'q, lekin ancha shiddat bilan rivojlanyapti. Va bu narsa borib o'sha xalqona, biz choyxonada gaplashib o'tiradigan mahallada, ota-bobolarimizdan eshitgan maqollarimizda hammasi ishlab chiqarishga kirish kerak-da. Masalan, kompaniyamizga borsam, boshlig'im faqat maqol ishlatadi-da. Real bor-da bu narsa. Maqol bilan o'rgatadi-da. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deydi, yur ko'rib kelamiz. O'zbekistonda ham shuni kirgizish kerak-da. Yoki bo'lmasam, hali bizda juda qo'pol maqolimiz bor. Menimcha shu ham mos tushsa kerak. Bunaqaga itam o'tirgan joyini nima bilan shipirib o'tiradi. 5S tizimida bu. Kaizen bo'yi. Tozalab turish kerak-da. Tozalamasang, bali bardak bo'ladi-da, sen xohlagan narsani qilib topolmaysan-da. O'shanaqa maqollar bilan shunaqa tushuntirib qo'yadi-da. Hayron qolaman-da. Bizning madaniyatimiz yapon tili bilan yaqin bo'lganligi uchun maqollarimiz ham bir xil. Maqollarimiz ham so'zma-so'z tarjima qilsangiz ham bir xil tushyapti. O'shanaqa maqollarni aytadi-da, menga mana kotovazalar bilasanmi deydi birinchi. Kotovaza desa aytaman-da, demak bir narsa o'rganaman hozir. Nadir bor bu. Daftarimni olib, ruchkamni tayyor turaman-da. Bitta kotovaza aytadi, shu maqol aytadi, o'sha maqolni eshitaman, o'sha maqolga aslanib turib bitta kes beradi. Shu maqol asosida kes beradi. Bu hammada. Menimcha sizlarda ham bo'lgan bu narsa. Hammada-da. Bunimda chekadan qarab turib sifat tizimini sal tushungan odam zo'r narsa-ku bu deydi-da. Tarozi qo'ltig'idan tushib ketdi deydi. Buni faqat o'zbek biladi-da. Ma'nosini faqat o'zbek biladi. To'g'ri ma'noda oladigan bo'lsa, taroz ko'tarib kirib tushib ketdi. Lekin uni ma'no jihatdan oladigan bo'lsangiz, ya'ni nima desa, kayfiyat tushib ketdi, ya'ni nima narsa bo'ladi. Buni faqat o'zbek biladi-da. O'shunga o'xshagan bali milliy narsadan kelib chiqib turib ishlab chiqarishda bir tizim qilish kerak deyman. Bizdagi har xil joydan kelgan bir tizimlarni tiqishtirmasdan o'zimiz tushunaylik. O'zimiz rivojlantirib, o'zimizni mana bu millat sifatida shakllantirib olib kelgan narsalarni ishlab chiqarishga joriy qilishni boshlasak, menimcha biz kompaniyalar ham
Yapon kompaniyalaridan kam joyi yo'q. Velosiped yaratish, velosiped ixtiro qilish shart emasda. Bizda juda ko'p holatlarda eshitaman-da kompaniyalarda boshliqlaridan boshqa umuman O'zbekistondan kelayotganlardan ko'p narsani murakkablashtirib yuborganmizda. Murakkablashtirib yubormaslik kerak ekan degan tushunchaga keldim. Vaqtiga 5 yil ishlayotgan bo'lsam kompaniyada shu ko'rib, shu kungacha o'rganganligim soddalashtirib kerakda. Bizda masalan JM'da eng mukammal tizimini o'rganamiz yoki bo'lmasam Apple'da eng zo'r mukammal tizimini o'rganamiz deb turib bolalarni qiynamasdan o'zimizdan chiqqan tizimlarni, o'zimizdan chiqqan narsalarni sodda qilib turib o'sha ishchilarga yetkazib berishdi. Boshida ham aytdim, hozir ham aytyapman, ishchi kompaniyani uzoq yil turishda asosiy omil bo'lgani hisobiga, demak siz aqlli ishchiga ega bo'lishingiz kerakda. Aqlli ishchini sizga hech kim tayyor qilib olib kelavermaydi. Asos bo'lishi mumkin. Hali kihon chishkiligi, bazaviy bilimda, bazaviy bilim bo'lishi mumkin, lekin kompaniyangizni haqiqiy ma'noda qadriyatini yaratmoqchi bo'lsangiz, uni o'qitish kerakda. Juda ko'p o'zbek odamlar o'qitishdan qo'rqar ekan. Hayron qoldimda, juda ko'pidan eshitdimda, buni o'qitsan, shuncha pul sarflasam, 2 yildan keyin ketib qolsa nima qilaman? Keyingisini olasan, keyingisini o'qitasan deb. Ya dedim, men zararda qolaman. Nimaga? Bu nimada? O'sha tor o'zini kompaniyasini o'ylayapti xolos-da. Haligi odamni o'qitsam, bu odam chiqib turib jamiyatda keyin kompaniyada o'sha menda o'rgangan narsasini ishlatadi-ku. Win-win bo'ladi-ku. Kimgadir o'rgatadi. O'rgatgani yana aylanib qaytib kelishi mumkin. Geometrik progressiyada bu narsa. Bitta odam o'rgangan narsa tarqab ketish kerakda, yoyilish kerakda. U men o'rgatsam qochib ketadi deb turib pul sarflashdan qo'rqib tursa, yoki masalan har xil shunaqa narsalarda nima deydi, o'zini hali aurasiga o'ralib qolmasdan bir kengroq o'ylash kerak deb o'ylayman. Kompaniyalarimiz uzoq yil yashashiga menimcha bir turtki bo'ladigan narsa shu. Ya'ni ishchilarga bo'lgan munosabat to'g'irlash. Men ham xuddi mana shu masalada ko'rgan muammolarim O'zbekistonda gaplashib ko'rdim biznesmenlarda. Savol beraman. Siz uchun ishchilar ya'ni qanaqa o'rinda bo'ladi ya'ni? Qanday ishchi kerak? Siz olib tayyor ishchini olib ishlatgan yaxshimi yoki bitta ishchi o'zi yetishtirgan yaxshimi degan savollar bersam, aniq javob ola olmadim shu paytgacha. Ya'ni men kutgan yoki men o'ylagan bir javob bo'lmadi. O'zi men bilgan katta nima deydi, biznesmen motivatorlar qilayotganlardan so'rab ko'rdimda, lekin qandaydir bir bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa chopadigan nimada, nima deydi, tajriba deydi-ku, pozitsiyada Chopshali odam hozir. Xodim deydi-yu, shunaqa. Siz aytgan narsa ham bor, haqiqatan bor. Shu narsani aytyapti. Ya'ni aytyapti, bizda deyapti, xodimlar ham deyapti, bevafo deyapti. O'rgatasan deyapti, keyin ketib qoladi yoki ko'zi ajralib chiqib, bir narsa ketadi deyapti. Lekin bitta narsani doim anaqa qilaman-da, o'ylayman-da. Xodim kompaniyadan ketib qolyaptimi? Demak, bitta xodim ketdi, ikkita xodim ketdi. Keyin kelib uzoq ishlamayapti. 1 yilda ketyapti, boring 2 yilda ketyapti. Kompaniya bunday o'zi bir tekshirib ko'rish kerak. O'ziga o'zi. Nimaga xodim ketyapti? Tasavvur qiling, yaxshi joydan kim ketadi? Nomrat aka, sharoitingiz zo'r, ishingiz yoqyapti, oyligingiz yaxshi, muhit yaxshi, eng qizig'i, Komfort zona ekan. komfort zonasi to'g'ri. Hozir mana bu yaxshi emas. Ammo lekin deymanki, xodimlar ketmaydi shunday joydan, to'g'rimi? Kompaniya ham o'ziga deyman, shu rahbarmi kimdir, nima bo'lish kerak deb savol berish kerak-da. Nimaga ketyapti bu? Shuning uchun aytamanki, bizni kompaniyalarda ichida HR deydi-ku, kadr degan bo'limlar bu esirda beri bor. Lekin ular ishga olish, bo'shatish, bir narsalar bilan shug'ullanadi. Lekin xodim yetishtirish degan vazifani qilmayaptimi deb o'ylayman men. Men ko'rmadim shaxsan. Shuning uchun aytamanki, umuman kompaniyada yaponlarda ham shunday nima bor-ku, boshliqlar aytadi-ku, yomon xodim bo'lmaydi deydi. Yomon rahbar bo'ladi deydi. Agar xodim natija qila olmayaptimi deydi, demak rahbarning problemi, rahbar o'rgata olmayapti deydi. Shunday rahbar to'g'ri prinsip yoki kompaniyada to'g'ri uslubiyat qo'llay olmayapti. Ishlatishni bilmayapti rostdan. Yetishtira olmayapti, ketyapti. Shuning uchun men ko'rgan narsa, uzoq yashamayapti, kompaniya uzoq davom etmayapti O'zbekistonda, tarixiy kompaniyalarga aylanmayaptimi? Hamma bir martalik usulga o'tib qolgan. Oladi, ishlatadi, bo'shatadi, bu ham kiradi, ishlaydi, narsasini oladi, olib ketadi. Mana shunday yollanma ishlarga aylanadi. Mana shunday narsa bo'lib qolyapti deb o'ylayman-da. Akalar, soat bo'ldi. Biz 1 soat oshib ketdi. Bilan boradigan joyimiz bor.
men chetda qolib ketdim. Asosiy ishimiz qolib ketyapti. Men chetda qolib ketdim. Zil. Men asosiy suhbat qiladigan o'zinglar edilar. Xullas, shu to'xtatamiz. Buni Hozir- davom ettirish kerak. Albatta. Bu birinchi qism deylik. Keyingi qism aka, hozir ochilib Kaizen bu qismini ochdikda, hali to'liq gaplashmadik. Keyingi safargi suhbatimizda mana shu Kaizen haqida sadam chiroyli. Kaizenga 1 soatlik videoyingiz yetmaydi lekin. Mayli aka, Kaizen birinchi qism, ikkinchi qism qutqaraveramiz, umuman yo'q. Bo'lsam shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Tomosha bilan sizlarga ham kattakon rahmat. Podkast shu joygacha ko'rganinglar uchun. Albatta videoga like bosish, kommentariya yozish va keyingi mavzular Yaponiya haqida qaysi mavzu sizlarga qiziq yozib ketsanglar, bundan keyin mana shu jamoamiz bilan doim har hafta yangi Yaponiya haqida suhbatlar qilib borishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum. Olib hojat oling. Yaponiya sadosi